Umirjon Minecraft bolalar. Xullas bizni oldimizga yangi boy ko'chib kelgan. Biz o'sha boyda bu qismda boy kambag'al qismda o'maramiz. O'shaning uchun qani bir boy yaniga boraylik, boy nima qilyapti yaniga. Qani boy aka. Assalomu alaykum boy aka, yaxshimisiz? Alaykum salom. Boy aka, menga biron ishingiz bormi? Ha, Nima ishingiz bor? o'tin chopish kerak. O'tin o'rmondanmi? Ha, Bo'lmasa menga tapor berasizmi? Men qo'lim. Qani? Mayli, hozir borib chopib kelaman. Pulni tayyor qilib turingsiz. Mana boydan birinchi ishni olib oldik. Borib hozir chopib kelamiz. Chopganimizdan keyin u yog'ini bilmadim. Mayli, men o'zi aytgan ishni qilib qolay. Keyin haligacha Qur'on onaga o'rlikka tushamiz bolalar. Sizlar bilan albatta kanalga lekin podpiska bo'lishni unutmanglar va bizning birinchi videomiz o'shanda. Tak, ana bo'ldik 17 ta kam, lekin ozgina yana chopib olsam xursand bo'ladi. Va pulni ham ko'p bersa kerak. Men o'zimda boy ko'chib kelmasdan avval yig'ib qo'ygan pulim bor, ozgina bo'lsa ham. Lekin bu pul yetmaydi. Agar men ko'p pul qilsam, shaharga ketaman bu qishloqdan va shaharda keyin bizneslarimni ochaman. Hozircha lekin shu uycham bo'ladi, lekin hali shaharga borib biznesmen bo'lib ketsam, yo'q, boyga o'zim bilaman boyda nima qilishdi. Bu men hozir kuchuk qilib ishlatyapti. Men bu bilan keyin yig'lashaman. Boy aka. Mana olib keldim o'tingizni. ha, yaxshi. Pulni berasizmi? Nechi pul bersiz? Ovqatmi, pulmi? O'zingiz oldingizmi? Qani? Ha, bo'ldi, oldim. Mana. Oldim. Ya'ni oldim, men lekin lishni yig'ib qo'ygan pulim ham bor. Shunga u pulim o'zlaring ko'rib turganlaringdek. Mana shuncha pulim bor, lekin bular yetmaydi. Men bitta olmay olsam bo'ladi. Voy ahmoqni taporini qaytarib bermadim. Taporini qaytarib bermayman. Kambag'al. Ha. Taporizmi? Ha, Mana boya berish esimdan chiqibdi. Uzr. seni qonli ochdir. Yo'q. Och bo'ladi-da. Tushunmadim. Uzr, boy. Yetib oling. Siz yugurishni bilmaysiz-ku? Bocha. Qanisiz? Mana men. Ko'r ekan-ku bu balandligini. G'ariyat yaxshi saqlardim. Endi uyimga qarab qochaman. Boy kelsa kechirimimni so'rayman. Tamom. Ish 5 kere 5 bo'ladi. Qani, buzoqqa qani uxlachi. O'ylab qo'ydim. Ishlama qilmaydi. Boy akadan iltimos qilamiz. Boy aka. Uzr, ha? Iltimos qo'yaymi? Yo'qki. Boy aka, urmang, jonim kam debdi qo'yam boriga. Sen men bilan o'ylashyapsanmi? Yo'q, uzr boy aka. Bo'ldi, hozir uyingizni tozalab, joyiga qilib qo'yaman. Siz borib ishingizni, ko'chadagi problemangizni hal qilib kelavering. Uyingiz ishonchli, dodangizga ishonganday ishonavering. Boring.
boy aka. 800 euro. 100 buncha zo'r. Necha pulga olgansiz? Mana senga 7 yillik qonni ochmasa kerak. Voy ahmoq bitmadi. Bo'ldi, rahmat boy aka, boring. Men uyingizda totesga ishonganda ishonavering. Chiqingni. Sus bu boy. Voy. Boyam segan. Sus. Ahmoq. Kichkina artib qo'yaylik, mayli. Uydan hozircha pul olmaymiz. Bizga kerak bo'ladi, ovqat sekin uramiz. Ammo ovqat hammasi yo'q. Bo'ldim deyman, ish haqi kerak emas. Navola kechqurun kerak bo'lyaptimi? Voy aka, bo'ldi. Ish haqingiz kerak emas. Men bitta o'zidan fakkel oldim. Rozi bo'ling. Salaman, tekshir. Boy aka, nima qilyapsiz uyimda? Boring, nima qilyapsiz boy aka? Uravermang, boy aka. Uzr endi boy aka. Yaramas boy. Mayli bolalar. Hamma ko'rishguncha, agar bu videoning ikkinchi qismini ham chiqishini xohlasangiz, biz bu boyda ikkinchi qismda o'ldiramiz va ikkinchi qismi chiqishni xohlasangiz, bizga like bosing va podpисчикimiz 10 ta bo'lsa, ikkinchi qismini ham chiqaramiz.